Tinchlik muhim bo'lgan bolalar xonasi yoki yotoqxona devorlari uchun material tanlayapsizmi? Biz bu haqida siz uchun allaqachon o'ylab qo'yganmiz. Mana sinovdan o'tgan KNAF S112 tizimi. Tarkibida KNAF profillari, mineral paxtadan izolyatsion qatlam, har ikkala tomonda 12,5 mm ikki qavat gips kardon, oddiy ammo samarali yechim. Qo'shni xonadagi suhbatlar eshitilmaydi, ikki qatlamli pardevorlar esa yetarli darajada mustahkam. Xonaga qarab, oddiy yoki namga chidamli gips kardonni tanlang. Namga chidamli qoplamalardan S112 tizimi yotoqxona bilan bolalar xonasi orasida, yotoqxona bilan oshxona orasida, shuningdek, yotoqxona bilan hammom orasidagi pardevorlar uchun mos. Siz devorlardan yana ham ko'proq jimjitlik va mustahkamlik xohlaysizmi? Yotoqxona yoki bolalar xonasi uchun yaxshi yechim. Har ikki tomondan KNAF safir qoplamalarini ikki qatlamdan qo'llang. Shunda shovqin ham, bolalarning faol o'yinlari paytidagi zarbalari ham devorlarga muammo bo'lmaydi. Tovush izolyatsiyasi bo'yicha eng yuqori samaradorlikka erishishni xohlaysizmi? Buning uchun a'lo yechim bu. Har ikki tomondan KNAF safir qoplamalarni ikki qatlamdan, metal profillarni ikki qatorli karkas va uning ikki qatlamli mineral paxta bilan to'ldirib qo'llaniladigan S115 tizimidan foydalanishdir. Unutmang, KNAF safir yuqori zichlikka ega qoplamadir. Uni faqat X10 burma mixlari bilan mahkamlaymiz. Bu esa ishonchli mahkamlanish kafolatidir. Yotoqxona va bolalar xonasi orasi uchun tovush izolyatsiyasi, mustahkamlik va qulaylik xohlaysizmi? KNAF S112 tizimini tanlang. Eng yuqori samaradorlik uchun esa S115 tizimini. Bizda oddiydan a'lo darajagacha bo'lgan yechimlar bor.